S-300 dunyodagi eng kuch ilg'or havo hujumidan himoya qilish tizimlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tizim Sovet Ittifoqi tomonidan ishlab chiqilgan va uning asosiy vazifasi hududiy havoni himoya qilishdir. S-300 tizimi bir nechta raketalarni uchirish qobiliyatiga ega bo'lib, bir vaqtning o'zida ko'p havo obyektlarini kuzatib, ularga qarshi javob bera oladi. Bu tizim yuqori aniqlik, uzoq masofa va tezkor javob berish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Uning raketalari turli balandlik va masofadagi havo maqsadlarini yo'q qilishga qodir, jumladan samolyotlar, helikopterlar va hatto raketalarni. S-300 tizimi radar va kuzatuv vositalari bilan jihozlangan bo'lib, bu tizim havo obyektlarini uzoq masofadan aniqlash va ularni kuzatishda katta yordam beradi. Radar tizimi bir vaqtning o'zida bir necha obyektlarni aniqlay oladi va ularni raketalarga yo'naltiradi. Shu tariqa tizim yuqori samaradorlik bilan ishlaydi va havo hududini maksimal darajada himoya qiladi. Ushbu tizim har qanday iqlim sharoitida, tog'li hududlarda yoki chol va shahar hududlarida ishlashga moslashgan. S-300 raketalari o'zining tezkor uchish qobiliyati bilan mashhur. Ular qisqa vaqt ichida maqsadga yetib boradi va aniq zarba beradi. Bu tizimning yana bir afzalligi shundaki, u bir nechta raketalarni bir vaqtda uchirishi mumkin. Bu esa dushman hujumini samarali tarzda oldini olish imkonini beradi. Tizimning harakatlanuvchi komponentlari mavjud bo'lib, uni tezda bir joydan boshqa joyga ko'chirish va yangi pozitsiyada joylashtirish mumkin. Bu strategik jihatdan katta ustunlik beradi. S-300 tizimi faqat havo hujumiga qarshi ishlamaydi, balki u boshqa mudofaa tizimlari bilan birgalikda ishlaganda maksimal himoya kuchini beradi. Bu tizim bir nechta radarlar, qo'shimcha raketalar va boshqaruv punktlari bilan integratsiya qilinishi mumkin. Shu bilan birga tizimning operatsion samaradorligi yuqori bo'lib, operatorlar uchun qulay interfeys mavjud. Odatda S-300 tizimi harbiy bazalarda, strategik hududlarda yoki hududiy chegaralarni himoya qilish uchun joylashtiriladi. Uning radar qobiliyati uzoq masofadagi havo obyektlarini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, tizim raketalarni tezkor tarzda yo'naltirish imkoniyatiga ega. Bu esa dushman havo hujumini samarali tarzda rad etishga yordam beradi. S-300 tizimi dunyo bo'yicha yuqori baholangan va ishonchli havo mudofaa tizimi sifatida tan olingan. S-300 bilan ishlash uchun maxsus tayyorgarlik talab qilinadi. Operatorlar tizimni boshqarish, raketalarni yo'naltirish va radar ma'lumotlarini to'g'ri tahlil qilish bo'yicha treninglardan o'tadi. Bu tizimning samaradorligi va ishonchliligi ko'p jihatdan uning malakali operatorlariga bog'liq. Shu bilan birga S-300 tizimi uzoq umr ko'rish va texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi. Har bir komponent muntazam ravishda tekshiriladi va zarur bo'lsa yangilanadi. Xulosa qilib aytganda, S-300 tizimi hududiy havo himoyasining mustahkam poydevori hisoblanadi. U yuqori samaradorlik, uzoq masofa, tezkor javob va bir nechta havo obyektlarini kuzatish qobiliyati bilan ajralib turadi. Ushbu tizim nafaqat mudofaa kuchini oshiradi, balki strategik jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lgan hududlarning xavfsizligini ta'minlaydi. S-300 dunyo bo'yicha eng ilg'or va ishonchli havo mudofaa tizimlaridan biri sifatida tan olingan.